Hammaga salom. Bugun men sizlar bilan o'zimni bir kunimni bo'lishmoqchiman. Bugun men sizlarga oilaviy yoki o'rtoq oila bilan borishga eng zo'r joylarni ko'rsataman. Birinchi bo'lib mashinamizni ICT to'g'risidagi parkovga qo'yib oldik. Keyin o'sha hamma biladigan kichik Koreya, ya'ni Seul Moonga keldik. Seul Moon men eng ko'p boradigan joylarimdan biri, chunki oqib turgan suvlari va men borishni orzu qilgan davlatni eslatib turadi. Va biz Instagramda mashhur bo'lgan Cheesecake kafesiga kirdik. Ishoninglar, cheesecake mazasi juda ham zo'r, lekin medik tez ekan. Kafedan chiqib, biz Seul Moonning birinchi etajda joylashgan qimmat kitoblar do'koniga kirdik. Shu joyda maqtanib ketmasam bo'lmaydi. Shu ko'rib turgan ko'ylaklarni men o'zim tikdim. Men ayni Seuldagi filialiga kelishni yaxshi ko'raman, chunki bu 2 etajli, kitoblari juda ham ko'p. Qaranglar qanaqa estetik bezatilgan. Bu yerda kitob o'qib o'tirishingiz ham mumkin. Biz qamardan chiqib, to'g'ri Seul Moonning to'g'risidagi ko'chadan Sharshara tomonga yo'l oldik. Meni eng yaxshi ko'rgan joylarimdan bittasi bu. Bu joy lokatsiyasini ko'pchilik bilmas ekan, lekin men birinchi kurs paytlarim bizdan katta kursdagi qizlar aylanishga shu yerga olib kelishgan edi. Bu joyda rasam daraxtlar ko'p, maza qilib o'tirib, salqinda dam olsanglar, chiroyli rasmlarga, videolarga olsanglar bo'ladi. Sharsharani qaranglar, qanaqa chiroyli. Rasam yaxshi ko'raman shu yerga kelishni. Ketkim kelmadi, ishoninglar, to'g'risi. Va nihoyat bu yerdan ham chiqib, biz parkovkaga bordik. Mashinamizni olib men Rossiyaga borgim kelayotgan botanika bog'iga kirdik. Kirish narxi atigi 20 ming so'm ekan. Kirganda shunaqa nilufar gullar kutib oldi bizani chiroyli. To'g'ri yurganda shunaqa taxtalar chiqarkan, shunaqa yozuvlar. Biz birinchi bo'lib o'ng tomonga ketdik. Shunaqa yashil labirint bor ekan. Buni ichini ko'rsanglar, salqin, aylansa bo'ladi. Chiroyli. Yam-yashil emas-da, men o'zim xohlagan yashil emas. Keyin biz o'sha ko'chadan to'g'ri yuraverib, Rossiya ham uzoqqa ketib qolamiz. Lekin men Toshkentda shunaqa yam-yashil, xuddi o'rmon vibe'ini beradigan joyi hali men kelib ko'rmagan edim-da. Shunaqa menga yoqdi. Bu yerda estetik videolar oldim o'zimga esdalikka. Bu yerda mini ko'piklar ham bor ekan, bu ham rosa chiroyli. Biz bir marta adashib qoldik. Biz o'sha boyagi yozuvchi taxtachadan o'ngga yurdik, endi bo'lsa chapga yurdik. To'g'riga yuraversanglar, shunaqa chiroyli atirgullar chiqadi. Men bu yerda rosa chiroyli fotosessiyalar qoldim. O'sha Instagramni portlatayotgan joyi biz albatta topdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni ichi-ichi sizlarga tasvirlab bera olmayman-da. Shunaqa havosi toza, shunaqa o'tirgan saringiz o'tirgis kelaveradi-da. Bu joyga kelgan odam xuddi o'zini ertaligi tushib qolgandek his qiladi-da. Sizlarga ham shu joyga kelib ko'rishni tavsiya qilaman. Ishoninglar, afsuslanmaysizlar. Bu joyga kelganim uchun telefonimni galereyasi to'lib ketdi, ishonasizlarmi? Bu manzaraga sizlar bitta baho berib ketinglar. Atrof shunaqangi tinchlikda, hattoki qurbaqalarning ham ovozi eshitilib turibdi. Bu joyga oilaviy kelsanglar ham mazza qilib madaniy hordiq olib ketasizlar. Shunaqangi sokin, tinch joy. Bugungi kunim shunaqa qiziqarli voqealarga boy bo'ldi. Video haqida o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring.